Men Bueo shahzodasi Jumong o'zbekistonliklarga havas qilaman. Chunki ular jazirama issiqda mazza qilib Anjan marojnisini yeyishadi. Mana qani endi shu marojnini Goguryoga, Sasionaga olib borasan. Bo'ldi. Goguryoga, Sasionaga. Anjanni originali. Aslida bu reklamada men chiqishim kerak edi. Ha, mayli keyingi safar chiqarman. Ja, asal ekanmi, asal. Baqir-baqirdan, baqir chaqir qilgandan keyin sekin o'sha gapirib, yonida hech kim yo'q-ku, o'zimiz gaplashib ketsam, zal qiyqirganda premyera mana esladim, hozir etim jimirlab ketdi. Baribir bu bir umrlik yodda qoladigan sahna. Bir umrlik. Ham chunki biz orqada turib, orqada hamma nimalarni bilamiz-ku endi. Nima deydi? Tomoshabin yomon chiqqan bo'lsa ham biz orqada o'tirganimizni bilmaydi-da. Keyin meni hech kim tanimasdi u paytda. Bu bunaqa ekan, bu bunaqa ekan, bunisi bunaqa ekan. Chittalarni o'zim sotganman. Kiringlar, sevgi farishtasi. O'zi ishchi nomi Do'stim Ruh edi. Do'stim Ruh edi. Keyin sevgi farishtasi bo'ldi. Do'stim ham zo'rmi bo'lgan ekan? Sevgi farishtasi. Mening do'stim Ruh bo'lgan. Mening do'stim jinga o'xshagan. Ha, mening do'stim. Yo'q, u jin hali u payt olinmagan. Ha, 2011-yil. Dublyajimizning ikki afsonasi aynan jazda faqat qizlar deb nomlangan filmda juda zo'r ishlashgan. Mana shu parcha menimcha bu filmni ko'rganlarning hammasini yodida bo'lsa kerak. Bitta ko'ring, mazza qiling. Men chekaman, paramozdek tutaman. Buni ham aloqasi yo'q. O'tmishim chatoq. Men ko'p erkaklar bilan yurganman, bildingmi? O'tgan ishga salovat. Ey Xudo. Men hech qachon bola tug'a olmayman. Asrab olamiz. Agar bu ham yetmasa, unda eshit. Men erkak kishiman. Nima qilibdi? Har to'kisda bir ayb bor. Diyas Rahmatov va Mirzabek Xolmedov juda ham maromiga yetkazib ijro qilishgan. Bu filmni menimcha yosh kattalar ko'proq eslashsa kerak, chunki ularga bu qadrdon bu film, shunday ekan. Bitta yuborib qo'yib, ularni ham bolaligini, yoshligini eslatinglar. Men esa originalni ko'rsatishda davom etaman. Buni ko'rib qolma. Deydi. Aka, Jumavoyga kim ovoz bergan? Jumavoygami? Originalni ko'rsataman. U hammadan katta. Oydan ham katta. Uni ko'rib qolma. Deydi. Ochig'i bu savolni Ziyodilladan boshqa yana ko'pchilik bergani uchun o'zimga ham qiziq bo'ldi va qidirib ko'rdim. Buni qarangki, Jumavoyning ovozi ham Yo'ldosh Abdukarimovga tegishli ekan. Sizga yana kimning ovozi qiziq? Yozib qoldiring, inshaalloh topamiz. Kim xushtak chaldi? Men sizlarga kim ovoz berganini ko'rsatmoqchiman. Kavkaz asirasi va uy operatsiyasida bu uchovlonga boshqa aktyorlar ovoz bergan. Masalan, Vitson. Bilmaysizmi, hojatxona qayerda? Bunda Vitsonning o'zbekcha ovozi Sadriddin Ziyoddinovga tegishli ekan. Margunovchi. Tunukni tarafdoros qiluvchi ablah. Padarlarni shopping militsiyaga telefon qiling. Men qarab turaman. Bu Yoqub Ahmedovning ovozi. Ana endi Nikulin. Sindirishim? Sindirishingiz? Yarimtani? Yarimtani? Hammasini? Albatta hammasini-da. O'ldirib qo'yaman. Bu betakror ovoz Nabi Rahimovga tegishli edi. Originalni ko'rsataman. Aka, onamni jannatda ko'ramanmi, jannatda? Onam menga aytgan, sen jannatga kirasan degan jannatga. Onamni jannatda ko'ramanmi? Unda men ketdim. Menimcha bu ovozni juda ham ko'pchilik yaxshi ko'rib qolgan. Jannat onalar oyog'i ostida filmidagi bosh qahramonga Shahobiddin Bobonazarov ovoz bergan. Shahobiddin aka, mana shu filmda sizni eng yig'latgan joyi qaysi? Eng ta'sirlantirgan joyi o'zimni qahramonim emas, aksincha shu onani qishloqdoshlariga qarab tur o'g'lim jannatga olib boradi deb o'sha epizod yoqqan. Kim yolg'on gapirdi? Boramiz. Qarab tur. Bolam meni Makkaga olib boradi. Ana ko'rasan. Mana shu onaxonga kim ovoz bergan? Onaxonga O'zbekiston xalq artisti Mukambar Rahim ovoz bergandi. Onasiga doim yuring jannatga deyaveradi-yu. Shu joydan ikki og'iz gapirib bering.
Ona, ketdikmi ona? Ona, ketdikmi ona? Jannatga boramiz. Biz jannatga boramiz, jannatga. Ketdikmi ona? Ona, ketdikmi? Asoskorlar filmida xalqqa kim ovoz bergan bilasizmi? Originalni ko'rsataman. Xalq dahshatli. Xalq g'azabkor. Biz bir-biriga munosib qasoskorlarmiz. Xalq olovdek, tor esa suvdek. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hoji Akbar Komilov. Biz bu ovoz bilan ulg'ayganmiz, ustoz. Umringiz sog' bo'lsin. Rahmat. Ko'pchilik so'ragan original ovoz egasini topdim va hozir originalni ko'rsataman. Yo'nalish qaytadan tuzildi. 300 metr. Dan keyin o'ngga buriling. Originaligacha qoldi 1 metr. Yetib keldingiz. Rahmat Nodirxon aka. Tanidinglarmi? Bu ovozni yana qayerlarda eshitgansizlar? Kommentariyada javobinglarni kutaman. Rahmat. O'sha tepalikka chiqishni bir umr orzu qilgandim. Bir umr? Dublyajimizning ikki afsonasi juda zo'r ishlashgan. Mana shu parcha menimcha bu filmni ko'rganlarning hammasini yodida bo'lsa kerak. Bitta ko'ring, mazza qiling. Menga qaratuvchi. Biron yoqqa boraylik. Qaqqa. Nima uchun? Biron yoqqa. To'chi. To'p etib tushib burningni qashqa qilsa bormi? O'zing gap ko'karib ketasan. Aytdim senga. Shu tepalikka. Aytdim shu tepalikka. Shu xosiyati yo'q tepalikka chiqmaylik deb. Sira qo'ymading. Voy jigarim. Voy birodarimdan ayrilib qoldim. Voy. Tirikmisan? Ura! Bitta yuborib qo'yib, ularni ham bolaligini, yoshligini eslatinglar. Men esa originalni ko'rsatishda davom etaman. Dublyaj aktrisasi Nazokat Abdurahmonovadan yana bir originali. Faqat bu qaysi filmligini siz topishingiz kerak. Aytgandek, birinchi marta biz Dehli aeroportida uchrashganmiz. O'sha paytda u Sanjay Sinxani ekanini bilmagan edim. Mendan ko'zini uzolmay o'tirdi. Keyin samolyotda ham yonimdagi o'rindiqqa kelib o'tirdi. "Salom, men Sanjay Sinxaniman" dedi. Men ham "Salom" dedim. Ana o'shanda uni Sanjay Sinxani ekanini bilganman. Dehlidan Mumbaygacha bidir deb kelaverdi. Men ham eshitib kelaverdim. Keyin esa birdan "Sizni sevaman" desa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmasa, bu qaysi film? Kommentariyada fikringlarni, javobinglarni kutamiz. Rahmat. Hozir siz eshitadigan ikkita hit qo'shiq 1992-yilda bir kunda yozilgan. Originaldan eshitamiz. Kim uzdi bugunchani shu go'zal bog'dan, ajratib yolg'izimni, ajratib mendan. Kim uzdi bugunchani shu go'zal bog'dan, ajratib yolg'izimni, ajratib mendan. Va ikkinchi qo'shiq. Sabo gulshanda uchrat, menga ulgan onani, lablarilar kishlaridur, ko'zlari mastonani. Sabo gulshanda uchrat, menga ulgan onani, lablarilar kishlaridur, ko'zlari mastonani. Men bilan barobar ekan bu ikkita qo'shiq. Aka, rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Suyunchidagi Nurillani mendan juda ham ko'p so'radingiz va nihoyat u haqidagi ma'lumotlarni sizga yetkazishga tayyorman, qadrli do'stlar. Keling, yaxshisi uning o'g'li aytib bera qolsin. Originalni ko'rsataman. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Husniddin Odilni siz ijtimoiy tarmoqlardagi ibratli va foydali kontentlari orqali yaxshi taniysiz. Aynan Suyunchidagi Nurilla, ya'ni Odil akaning o'g'li bo'ladi. Adam 1974-yil O'zbekfilm mahallasida tug'ilganlar. Shu sabab shu kinoga tushib qolganlar, ya'ni rejissyor Menis Abzalov mahalladan bolalarni yig'ib ketishgan. 8 yosh, 7 yosh atrofida bo'lganlar. Sizni hamma yomon ko'radi. Dadam, oyim,
qishloqdagi odamlar, magazinchi G'aybulla, siz ham